Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Amma ba'd, assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Saodatning 10-sababi qazoy qadarga bo'lgan iymon. Bu mavzu insoniyat yaralgandan beri inson zotini qiziqtirib keladi. Taqdirda nima bo'lishligi, ertaga uni nima kutayotganligini bilishni xohlash. Alloh azza va jalla o'zini huzurida qoldirib qo'ydi 5 ta ilmi. Innalloha indahu ilmus sa'a va yunazzilul g'ayth va ya'lamu ma fil arham va ma tadri nafsun madha taksibu g'ada va ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Mana shu 5 ta ilmni Alloh taolo o'zini huzuriga qoldirdi. Na bir muqarrab farishtaga ham, na bir ulug' anbiyoga ham bu narsani bildirmadi. Qazoyi qadar. Agar o'sha paytda mana qilganimda, hozir mana bo'lmas edi. O'sha paytda bunday qilganimda, undoq bo'lmas edi. Qazo va qadar. Astagfirullah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika 'ala Allohi yasir. Alloh azza va jalla Qur'onda marhamat qiladi. Na yerga va na o'zlaringizga biron musibat yetmas, magar yetsa biz uni paydo qilishimizdan ilgari kitobda bo'lar. Bu Allohga osondir. Ustinglarga nima musibat kelgan bo'lsa, yerga qanaqa musibat kelgan bo'lsa, shu musibat kelmasdan avval taqdirga yozib qo'yilgan. Sizlar buni hech narsa qila olmaysizlar. Hukm aytildi, taqdir bitildi, qalam ko'tarildi, sahifa quridi, tamom, ish bitdi. Bizning ustimizga birodarlar, Alloh taqdirga yozgandan oshchasi ham kelmaydi, kami ham kelmaydi. Mana shu iymoningiz komil bo'ladigan bo'lsa, mana shu e'tiqod qalbingizda mustahkam o'rnashgan bo'lsa, dollar nech pul bo'lishi sizni qiziqtirmaydi. Endi nima bo'lar ekan? Kursga qara. Nima bo'lardi? Allohda aytgani bo'ladi. 70 so'mdan benzin quyib yuribmiz. 70 so'mdan benzin quyib yuribmiz, birodarlar. Yana benzin qimmatlagan sari katta объемli mashinalarni minyapsizlar. Jiblarda qaranglar ko'payganini. Alloh seni shu mashinani minishingni peshinangga yozganmi, o'sha benzinga yarasha pulni ham beradi. Ma'qulmisan? Qazo va qadar. Qadar degani belgilash degani, taqsimlash degani. Qado degani ana shu belgilangan narsani amalga oshirish degani. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah, inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar." Albatta biz har bitta narsani taqdir bilan, o'lchov bilan aniq yozib qo'yganmiz. Qancha nafas olasan, qancha ovqat yeysan, qancha suv ichasan, hamma narsa hal qilingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu taqdiri azal bitilishligi haqida aytgan hadisida shunday dedilar. Alloh avval qalamni yaratdi va unga yoz dedi. Qalam nimani yozaman dedi. Alloh taolo qalamga dedi, to qiyomat qoyim bo'lgunicha bo'ladigan hamma narsalarning miqdorlarini yozgin. Fajaral qalamu fi tilka sa'a. Ana shu soatda qalam yozishni boshladi. Qalam yozib bo'lib ishini bitirganidan keyin 50 ming yil o'tib osmonlar va yer yaraldi. Taqdir bitilgan paytda hali osmon ham yo'q edi, yer ham yo'q edi, biz ham yo'q edik. Seni birodar boshingga tushgan narsa adashib boshqa yoqqa ketmaydi. Seni qo'lingga kelgan narsa adashib yana boshqa yoqqa ketmaydi. Ya'ni sen uchun yozib qo'yilgan narsa albatta senga keladi, senga yozilmagan narsa albatta senga kelmaydi. Agar mana shunday ishonch, e'tiqod qalbingda mustahkam o'rnashsa, tub-tubingga mana shu tushuncha o'rnashadigan bo'lsa, hayoting zo'r bo'lib qoladi. Musibatlar sen uchun Allohning hadiyasi bo'lib qoladi. Chunki gunohlaring kafforat bo'ladi u musibat bilan. Mehnatlar rohatga aylanib qoladi. Hodisalar esa mukofotga aylanadi.
inson dunyoda yashar ekan, ustiga yaxshi kun keladi, yomon kun keladi. Bu Allohning taqdiri. Astagfirullah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Albatta sizlarni sinaymiz deyapti Alloh taolo. Xavf va xatar bilan, qo'rquv bilan, ochlik bilan, moliylarga, joniylarga bir talofat yetkazishlik bilan, meva-chevalarni kamaytirishlik bilan imtihon qilamiz. Imtihon uchun keladi shu narsa yozilgan. Shunda allazina iza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Biror musibat kelganda, yozilgan musibat keldi peshonasiga, yozilgan musibat tushdi ustiga. Shunda albatta biz Allohning bandalarimiz va albatta Allohning huzuriga qaytamiz deydigan sabirlarga xush xabar bering. Mana musibat sizga foyda bo'lib qoladi. Ustingizga kelgan musibat foydangizga aylanadi. Chunki musibat kelganda Allohning taqdiri, Allohga qaytib boramiz, alhamdulillah degan bandaga shu musibatning orqasidan savob bor. O'shuning uchun aytildi, musibatlar senga hadiya bo'lib qoladi deb. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, mo'minning ishi ajoyibdir. Hamma ishi uning foydasiga. Yaxshilik taqdir qilingan bo'lsa, ustiga yaxshilik kelsa, shukr keltiradi, savob oladi. Musibat kelsa, rozi bo'lib sabr qiladi, yana savob oladi. Mo'minning ishi ajablanarli. Ustiga kelgan yaxshilik ham uning foydasi, ustiga kelgan musibat ham uning foydasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana Abdulloh ibn Abbosni yosh bola ekan, ulog'iga 3 qashtirib olib turib qilayotgan nasihatini ko'ring. 10-12 yashar bolaga Rasulullohning berayotgan ta'limini ko'ring. Ya'ni mana shu yoshda inson dunyoqarashi shakllanadi-da. Siz uyingizda qaysi tushuncha, qaysi tasavvur bilan yashayotgan bo'lsangiz, bolangizda ham shu tasavvur bo'ladi. Rasululloh aytibdilarki, "Ya g'ulam, inni uallimuka kalimat." Ey bola, dedilar Rasululloh, men senga bir necha kalimalarni o'rgataman. Allohning haqlarini saqlagin, u zot seni saqlaydi. Allohning buyruqlarini bajar, Allohning hukmini saqla, Alloh saqlaydi. Allohning haqlarini saqla, uni qarshingda topasan. Ya'ni bir muammoga kelsang, Alloh ro'baringda bo'ladi, yordam beradi. Agar so'rasang, Allohdan so'ra, agar ko'mak tilasang, Allohdan tila. Bilginki, butun ummat yig'ilib senga biror zarar yetkazmoqchi bo'lsa, Alloh yozganidan ortiqcha zarar yetkazish olmaydi. Butun ummat yig'ilib senga foyda keltiramiz deysa, Alloh yozganidan ortiqcha foyda keltirish olmaydi. Chunki rufiyatil aqlam va jaffatis suhuf. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurigan. Alloh yozganicha qiladi, zararni ham, Alloh yozganicha qiladi, foydani ham. O'shuning uchun mo'min odamda bir narsa va'da qilib ishontirsa, xursand bo'lib ketmaydi. Biror narsani aytib qo'rqsa, vahimaga tushib ketmaydi. Kim aytgani bo'ladi? Allohning aytgani bo'ladi deydi. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurib bo'lgan. Yana bir rivoyatda aytadilar Rasululloh, "Va alam annama axtoka lam yakun liyusibka." Bilginki, seni nima chetlab o'tgan bo'lsa, senga tegishi yo'q edi taqdirda. Va senga nima kelgan bo'lsa qo'lingga, shu narsani kelmasligi yo'q edi taqdirda. Peshonangga yozilganmi? Albatta keladi. Peshonangga yozilmaganmi? Kelmaydi. Senga yozilgan narsa xato ketmas. Xato ketdimi, demak u senga emas. Qaytarib beraymi? Senga yozilgan narsa xato ketmas, qo'lingga keladi. Endi xato ketdimi, demak seniki emas-da u. Ma'qulmi?